Bular nima qandoq erishdi bularga desa, Imom Buxoriyning dadalarini gaplarini qarang. Men pulimda bir tiyinam harom bor deb bilmayman degan ekan. Bir tiyini ham haromdan emas meni pulim degan ekan. Mana Imom Buxoriy nimaga Imom Buxoriy bo'lgan? Asl u g'isht qo'yilishi bor-ku. Energiyadan bola paydo bo'ladi-yu, yoshchasiga aytganda. Energiya qayerdan paydo bo'ladi? Pitaniyadan paydo bo'ladi, yemishdan. Yemish harom bo'lgandan keyin, mana og'ziga kirayotgan Rasululloh alayhissalom xalqumlaringni ehtiyot qilinglar deganlar. Mana xalqum. Tomoq nimasini? Angina bo'lib qolsin deb emas. O'tayotgan suv, ovqat, non, choy mayda haromdan o'tmasin degan ma'noda. Imom Buxoriyning dadalari o'ziga ishonib aytayapti, meni